bir joyga mana shunaqa titan qo'ygan edik. Mana bu orqasidagi amerikankasidan suv qo'yib yuboribdi. Sovuq suvnikida. Qisqasi, uy egasi murojaat qilyapti. Mana shu titanni sizlar qo'yib bergansizlar. Kelinglar, mashina bartaraf qilinglar suv oqishini deyilyapti. Endi bu tabiiy hol, chunki mana amerikankada yechib ko'rsatamiz. Elton ko'rsat. Shunda amerikankada mana bunaqa yechgandan keyin mana bu ichida rezinkasi bo'ladi, mana bunaqa. Ko'rdingizmi? Mana rezinkasi bo'ladi. Bu suvda, sovuvda torayadi, kengayadi. Shundan keyin sal amerikanki bo'shashib qoladi. Bo'shashib qolgandan keyin mana shu amerikanki orasidan suv qo'yishni boshlaydi. U holda santexnik javob bermaydi bu narsaga. Bu narsa misol oddiy narsa. Qo'yib topshirib ketilyaptimi, suv oqmayaptimi? Qiyin joyi yo'q. Ozgina mashina krokodil ключ olib turib, ozgina tortib qo'yilsa, masala hal. Sizlarning uyingizga uстановка qilib berdi degani bu santexnik yil 12 oy borib xizmat ko'rsatadi degani emas. Qilib bergan ishi uchun pulini olgan, to'g'ri. Lekin mana shunaqa holatda suv qo'yib yuboradigan bo'lsa, bitta gazli ключ bilan yo'q bo'lmasa amerikanka bilan masala hal bo'ladi. Agar sizlar yaxshi yechim qidirayotgan bo'lsanglar, mana shu narsadan foydalanadi. Elton mashinani ham bitta ko'rsatgan. Mana bu amerikanka, metallический amerikanka deyiladi. Mana buni уже yechgandan keyin mana ham ko'ryapsizlarmi yonlarini? Mana tachit qilingan. No, anaqasi bo'ladi. Xo'p. Tachit qilingan. Bunda ham bunaqa rezinkalari bo'ladi. Keyin mana shu narsalar ishonchli. Mana shuni burab qotirib qo'ygandan keyin umuman suv qo'ymaydi. 100% garantiya bu narsaga. Lekin mana bu narsa misol 60 ming atrofida turadigan bo'lsa, mana bu уже 140 ming, 150 ming atrofida turadi. Pulida ham ancha farqi bor. Agar sizlar mana shunaqa garantiyali ish qolayotgan bo'lsanglar, bu yosh ustalarga ham maslahat, mana shunaqa narsadan foydalansanglar juda yaxshi. Mana bu amerikanka yo raker deyiladi. Bunaqa rakerdan foydalangandan ko'ra metallическийdan foydalansanglar, sizlar ham ovora bo'lmaysizlar. Mana shunaqa yaxshi, agar mijozli sharoit ko'taradigan bo'lsa, keyin menga garantiyali qilib bergan desa, bunaqa rakerlardan foydalanmaylar. O'sha metallический rakerlardan foydalansanglar, maqsadga muvofiq bo'ladi. Kimda shu holat yuz bergan, keyin nechta odamni vizifga chaqirishgan, amerikankadan suv qo'yib yuboryapti, kelinglar qilib beringlar, garantiya bergansizlar-yu deb. Topli dom qisqasi har doim garantiya beradi bizning tashkilot. Agar mana shunaqa viziflar bo'lsa, biz borib yechimini qilib beramiz. Hammada endi uslugi har xil. Hamma baribir vizifga har xil pul oladi. Shuning uchun iloji boricha mana shunaqa sifatli narsalardan foydalansanglar, ertaga klient ham sizlarni bezovta qilib o'rmaydi. Salomat bo'linglar.